Yettita darvozamizni aksiyaga qo'yib beraman. Aksiya narxi 1 million so'mdan kelib olib ketaverasiz darvozani. Xo'p, keyingi darvozamiz keladigan bo'lsa, keyingi darvozamiz shu skronli darvoza, soqqoli fason darvoza deyiladi. Assalomu alaykum do'stlar. Yana sizlar bilan g'oyibona ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Xudo xolasa sizlarga bugun video roligimizda darvozalarimiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Oxirigacha ko'rsalang manfaatli bo'ladi. Xudo xolasa o'sha rushnoy rabota darvoza qo'yaman, lekin imkoniyatim yo'q degan akaxonlarga, niyat qilganlarga xudo xolasa darvozalarimiz mana shu yerda rushnoy rabota xo'p 1 2 3 4 5 6 7ta darvozamizni aksiyaga qo'yib beraman. 7ta darvozamizni. Xudo xolasa videoda oxirigacha ko'rsalaring albatta manfaatli bo'ladi. Gapimga javob xudo xolasa kelinglar, lokasiya tashlab beraman. Kelib shu joyda o'zida olib ketaverasizlar darvozani. Yoqtirib pul sanab olib ketaverasizlar. Bu aksiya qilib berishimdan maqsad darvoza razmeri xonadoningizga tushsa. Misol uchun shu darvozani razmerini aytsam, siz razmeringizga tushsa, o'sha aytgan aksiyamda olib uстановкасini qilib beraman. Lekin zakazga bo'ladigan bo'lsa, darvozalarimiz narx-navosi o'zgaradi. Darvozalarimiz haqida qisqacha ma'lumot berishni boshladik. Malol kelmasa, bizni qo'llab-quvvatlashlaring uchun bittadan like tugmachasini bosib qo'ysalar, xudo xolasa xursand bo'lamiz. O'sha bizga motivatsiya bo'ladi sizlarning layklaring. Xo'p, shu darvozadan boshlab qo'ya qolaman. Darvozani ko'rishlaring mumkin. High-tech uslubda neklassik darvoza, xudo xolasa darvoza 2 qavatli variantda bo'lgan, отдельный kaletkali, taglarimiz shivellir, yondonlarimiz shivellerda bo'lgan. Darvozamiz eniga 367. Darvozamiz eniga 367, shu 370 joyga tushaveradi. Zazori bilan qilib qo'yganmiz. Bo'yiga 360, tepa qismlarini skvazno qo'yganmiz. Profillarimiz 1.7 stenkada bu joylarni ko'rib turibsiz. Qora nerjevenkadan jilov berganmiz. Misol zakaz qilaman desangiz, nerjevenkasini sariqlikdan olmasangiz, sariq ham qilib beraveramiz. Xudo xolasa. O'zi bejirim yarashib turibdi. Bu joylari o'sha 2 qavatli shumkali variantda bo'lgan bu darvozamiz. Darvozamiz zakazga 1 million 200 ming so'mdan boshlab 1 million 500 ming so'mgacha chiqadi materialiga qarab. O'sha 1 qavat, 2 qavat, 3 qavatli variantda chiqaveradi. Aloqa chiqsalar, xudo xolasa zakazga ham qilib beraveramiz. Bu darvozani aksiyaga qo'yganmiz. Razmerlarni eslatib o'taman. 367 ga 360 aksiya narxi. 1 million so'mdan kelib olib ketaverasiz darvozani. 1 million so'mdan xudo xolasa olib borib uстановка qilib beramiz. Vodiy bo'ylab. Boshqa viloyatlar, Voha, boshqa viloyatlarga dastavkamiz kelishuv asosida. Zakaz qiladigan bo'lsalar, aytib o'taman. Ko'pchilik telefon qilyapti-da, shunaqa aksiya qilibsiz deydi. Faqat aksiyaga razmeri tushgan xonadonga aksiyalarimiz. Kimdirlar xursand bo'lib qoladi. 1 million so'mdan xudo xolasa o'rnat beraveramiz darvozamizni. Ko'rishlaring mumkin. Xo'p, keyingi darvozamizga keladigan bo'lsa, keyingi darvozamiz ham shu lazer fason darvoza. Bu 5 shumka bo'ladi, lekin 2 qavat hisoblanadi. 2 qavatli, 3 qavatli variantda chiqadi bu darvozamiz. Qarang. Tushuntirib o'taman. Orqa 1.8 oldi qismi mana lazer joylari ham, simola joylari ham 1.8 da. 5 shumka bo'ladi. Agar shumkali deydigan bo'lsangiz, o'tda faqat 1.8, orqasi polni stiklovas solib turib, undan keyin yana orqasiga 1.5 list bosib beramiz. 3 qavat hisoblanadi. Buni lazeri bilan 3 qavat hisoblanadi. Xo'p, darvozamiz razmeriga keladigan bo'lsak, razmerimiz eniga 355, bo'yiga 330. Darvoza oldiga ochiladi, kalitkasi o'ng o'rta. Buni ham aksiyaga qo'yganmiz. Aksiyaga xudo xolasa kimni xonadoniga tushsa, yana bir gap, misol uchun mana shu aksiyaga qo'yganmiz. Menga mana lazerini qora qilib bering desang, qora desalar ham qora ham qilib beraman shuni. Ustida qora qoplab beraveraman. Darvozamiz kvadratiga keladigan bo'lsa 950 ming so'mdan kimdir razmeriga tushsa 355 ga 3.5 darvozamizni olib borib uстановка qilib beramiz vodiy bo'ylab. Zakazga 1 million 200 ming so'mdan boshlaymiz. 1 million 400 ming so'mgacha bu zakazga. Aloqa chiqaverasizlar, xudo xolasa yana chegirmalarni qilib beramiz. Razmerlar eslab qoling. 355 ga 330. Eniga 355, bo'yiga 330 darvoza. Xo'p, keyingi darvozamizga keladigan bo'lsa, keyingi darvozamiz shu skronli darvoza. Soqqoli fason darvoza deyiladi. Soqqoli fason bu ham 2 qavat shumkali variantda bo'lgan bu darvozamiz ham. 3.5 ga 3.5 darvoza. Darvoza 2 qavatli shumkali variantda bo'lgan darvoza.
Hop, to'qima profillari ham hammasi qalin variantda bo'lgan. Bu darvozamizni ham aksiyaga qo'yganmiz. Hop, tepa qismi yopiq bu holat darvozamizni. Taglarimiz ko'rib turibsiz, profil bo'lgan yondorlar. Nimaga arzon deyishlari mumkin? Yondorlarga o'sha reklamaga qilganmiz, profil ishlatganmiz. Tushuntirib o'taman. Yondorlar 8x8 profil ishlatganmiz, shivellar qilmaganmiz. Shuning uchun aksiyaga qo'yganmiz, sotuvga. Xudo xolasa xizmat qilaveradi, shivellarning xizmatini qilaveradi bu ham. Garantiyasi bor. Kraskalar devo kraska bo'lgan, kelasizlar, yoqtirasizlar, joylaringga tushsa xudo xolasa darvozani kvadratini, mana shu darvozani bomba qilib beraymi? 900 ming so'mdan olib borib o'rnatib beraman, oddiy bo'ylar. 3,5 900 ming so'mdan olib ketaverasizlar. Zamonlargacha qo'yib beraman, full variantda, xudo xolasa. Chiroyli, o'sha original Zuber zamonlargacha qo'yib beraman darvozani. Zakazga 1 million 100 ming so'mdan darvozani 1 million 300 ming so'mgacha qilib beraman. 1 million 100 ming so'mdan 1 million 300 ming so'mgacha qilib beraman. Xo'p, keyingi darvozamizga keladigan bo'lsak, keyingi darvozamiz afsona fason darvoza, ko'rishlaring mumkin. Bu ham 2 qavatli. Buni ham aksiyaga qo'yganman. Ko'rishlaring mumkin. Отдельно kalitkali bo'lgan. Hop, tepa qismlarini skvoznoy qo'yganmiz. Dislar 1.8 da shumkali, xudo xolasa. Bu joylarga kraskalarni sepganmiz. Hop, bu joyi 8x8 profil bo'lgan. Darvozani eni 390, bo'yiga 360. 390 ga 360. Mana shu darvozani ham aksiyaga qo'yganman. Kimni xonadoniga tushadigan bo'lsa, vodiy bo'ylab buni ham olib borib ustanovka qilib beraveraman. Olib borib ustanovkasini qilib beramiz 950 ming so'mdan. Kvadratini 950 ming so'mdan olib borib qo'yib beraveraman. Muammosi yo'q, jaqqa javob. Nimaga desalaring, misol uchun o'sha materiallarda o'sha profil ishlatgan shivellar bilan misol uchun metrida 40 ming 50 ming farqi bo'ladi. Buni to'g'ri tushunasizlar, lekin xizmat qiladi javob. Stenkasi ham 8x8 ikkili stenkada bo'lgan, bu ham ko'taraveradi javob. Yo'qsa olib borib ustanovkasini qilib beramiz. Zakazga bo'ladigan bo'lsa 1 million 200 ming so'mdan 1 million 600 ming so'mgacha qilib beramiz. Zakazga 1 million 200 ming so'mdan 1 million 600 ming so'mgacha qilib beraveramiz. Endi bitta narsani hisobga olinglar, yo'lni bo'yi chang-chung bo'ladi. Misol har kuni suv sepamiz, yuvamiz darvozani, misol bir qator yana yengil kraskasini sepib beramiz. Kraskalarga xudo xolasa 5 yil garantiya, bir qator yengil kraskalarni sepib olib borib ustanovka qilib beraveramiz. Hop, keyingi darvozaga o'tadigan bo'lsak, bu darvozamiz ham bir o'zgacha chiqqan. Bu ham qaytaga uslubda 2 qavatli variantda bo'lgan. Ko'rishlaring mumkin. Bu darvozamiz hop bo'yiga 3,5, eniga 3,30. Kvadrati buni ham o'sha 950 ming so'mdan olib borib ustanovka qilib beraveraman. Joyingizga tushsa bo'ldi, ruchkalari bilan ajoyib chiqqan darvoza, xudo xolasa. Buni ham tepa qismini o'sha skvoznoy qilganmiz. 50 sm, 55 sm skvoznoy bo'lgan tepa qismlari. Bu darvozani ham zakazga 1 million 100 ming so'mdan 1 million 400 ming so'mgacha qilib beraveraman. Aloqa chiqaverasizlar. 1 million 100 ming so'mdan 1 million 400 ming so'mgacha qilib beraveraman. Nimaga hammasi qimmat variant desalar, hozir arzon variantlarni ham ko'rsatib o'taman. Keyingisiga keladigan bo'lsa, keyingi darvozamiz qaytaga uslubda bo'lgan. Ko'rishlaring mumkin. Bu ham o'sha shumkali variant deyiladi. Hozir sizlarga shumka, 5 shumka joylarni ko'rsatib o'taman. Shu joylar 2 qavatli ponni shumkada bo'lgan. Bu joylarga nerjivenkalardan mana jilo berilgan. Xudo xolsa ruchkalarni ham, soplarni ham qo'yib qo'yganmiz. Profillari ham hammasi 1.7 stenkada. Yondorlari buni ham profillari 8x8. Qarang. Orqa tomoni lazer joyi 1.8, oldi tomoni ham 1.8. Bu joylari mana shu gul turibdi-ku, mana shu gul, nerjivenka lazer joylari. Shu joylari shumka bo'lmaydi. Asosan mana shu qanotlar shumka, xudo xolasa 2 qavatda bo'lgan. Bu darvozani kvadratini razmerini aytib o'tmadim. Bo'yiga 360 darvoza, eniga 340. 340 ga 360. Kimni xonadoniga tushib qolsa 340 ga 360 razmerimiz bor, xudo xolasa. Tayyor. Kelasiz, ko'rasiz, yoqtirasiz, pul sanaysiz, olib ketaverasiz. 950 ming so'mdan berib yuboraman buni ham. Darvoza. 950 ming so'm olib borib ustanovka qilib beraveraman. Xudo xolasa. Darvozani ko'rishlaring mumkin. O'ta go'zal, xudo xolasa. Zakazga 1 million 200 ming so'mdan bu darvozani.
1 million 200 ming so'mdan. Razlitsasini ko'ryapsizlarmi? Pashta 250 ming, 300 ming razlitsa bo'lyapti kvadratiga. Aksiyada shu 950 ming so'm. Zakazga 1 million 200 ming so'mdan 1 million 600 ming so'mgacha chiqadi darvoza. O'sha 2 qavat, 3 qavat desangiz, uni telefonda tushuntiramiz, yo bo'lmasam shu qildiradigan bo'lsangiz, borib tushuntirib o'tamiz, xudo xolasa. Bittadan like tayyorlaysizlar. Xo'p, keyingi darvozamizga keladigan bo'lsak, keyingi darvozamiz Samarqand fason darvoza. Ko'rishlari mumkin darvozani. O'ta go'zal, xudo xolasa. Bu joylarga mana 25 sentdan nalishliklarni ishlaganmiz. Mana tagida tumbasi, uji mana yerda g'ubba chiqqanda bu joylariga ham ko'rib turibsiz mana. Har bitta element qalin. 1,5 stenka bo'lgan bu joylar, profillari. Ko'rib turibsiz. Undan keyin teva qismlarini ham ko'rib turibsiz. Hop, ikkala yonga 25 sentdan nalichga chiqqan, tepaga ham 25 sent nalichga chiqqan. Profillarimiz hammasi 1,7 stenkada, darvoza 2 qavatli variantda. Shumkali desa ham bo'ladi, 5 shumka desa ham bo'laveradi. Qaranglar. Hop. Orqa 1,8, yer yong'oqliklarimiz 1,2 stenkada bo'lgan. Bu joyga steklavatda emas, falga tashlaganmiz. Buni urganda taraq-taraq qilmasligi uchun falga tashlab yuborganmiz. Orasiga shumka bo'lgan. Buni 3 qavatli variantda bo'lsa, orqa 1,8 shumka, undan keyin yana 1,8, undan keyin 1,2lik. Hop, mana 2 to'qima profillari pashti, mana oldidagi bezaklari bilan pashti 4 qavatga aylanadi asli. Lekin 3 qavat hisoblanadi. Bu darvozani ham aksiyaga qo'yganmiz. Razmerda eshiting. Eniga 335, eniga 335, bo'yiga 350. 335 ga 350 razmerimiz 25 sentdan nalichga chiqqan. O'shanda hop 375 ga 385 bo'ladi. 375 ga 385 kvadratga chiqib olasizmi? Mana shu darvozani xudo xolasa 1 kvadrat metrini 1 million so'mdan vodiy bo'ylab dastavka ustanovka bor, xudo xolasa. Zakazga bu darvozalarimizni shu 1 million 200 ming so'mdan 1 million 600 ming so'mgacha yasalayotgan. Zakazga razmeringizga tushmasa, aloqachisiz, xudo xolasa boshqa zakaz qiladigan bo'lsangiz ham, xudo xolasa aksiyalarni qilib beramiz tan narxida. Misol uchun shu uyingizni xonadoningizga darvoza misol uchun 15,5 million bo'ldi deylik, 15,5 million bo'ldi deylik. Общий kvadrati. Aksiya qilib 500 ming tushib beraveraman tan narxidan. Darvozani hisob-kitob qilamiz. 15,5 million bo'lsa, o'sha chiqqan narxidan 500 ming so'm tushib beraman. Aloqa chiqarasiz. Shtanful pechat darvozalarimiz ham bor, ba'zi arzon variantda. Hop, seximiz shu joyda ish jarayonlar bo'lyapti. Ko'rishingiz mumkin. Hop, yo'lli bo'yi jicha shovqin bo'lishi mumkin. Hop, ko'rishlaringiz mumkin. Haytay pechat darvoza 3,5 variantda bo'lgan bu darvozamiz. 3,5 variantda bo'lgan. Yondorlarimiz 8 ga 6 profil, taglarimiz shivellerda bo'lgan. 6 ga 4 profillarimiz 1,3 stenkada bo'lgan. Bu joylarga nerjevenkalar bilan jilo berganmiz, ruchkalargacha qo'yib berganmiz. Darvozamiz kvadratiga keladigan bo'lsak, zakazga shu darvozalarimizni vodiy bo'ylab 550 ming so'mdan qilib beraman, vodiy bo'ylab. Nerjevenkali variantini 550 ming so'mdan qilib beraman, aloqa chiqarasizlar. Boshqa voqea tomonlarga shu to'g'ri tushunish kerak. Ozgina razlitsasi bo'ladi, 650 ming so'mdan chiqadi. Agar shu darvozani menga 2 qavatli variantda deydigan bo'lsangiz, darvoza polni vibraga o'tiradi. Orqasi tekis ashibga bo'ladi. Darvoza 800 ming so'mdan chiqaradi. 2 qavatli variant 800 ming so'mdan chiqarib beramiz. Hop, keyingi darvozaga keladigan bo'lsak, keyingi darvozamiz ham o'sha ajoyib o'zgacha darvoza bo'lgan. Bu darvozamiz ham o'sha shtanfulniy pechat darvoza, listlarimiz 1,3 variantda bo'lgan. Profillar ham hammasi 1,3 variantda bo'lgan. Taglarimiz shivellerda bo'lgan. Bu darvozamizni ham o'sha 550 ming so'mdan chiqarib beramiz, aloqa chiqarasizlar. 550 ming so'mdan chiqaradi. Xo'p, keyingi darvozamizga o'tadigan bo'lsak, keyingi darvozamiz reflonka fason darvoza, 2 qavatli, o'sha 1 qavatli ruchnoy rabota bo'lgan. Ko'rishlaringiz mumkin. Bu joylarga o'sha shaxmat qilib ishlaganmiz. Xo'p, buni ham yondorlar profilda bo'lgan, taglarimiz shiveller, 6 ga 4 1,3, listlari ham 1,3 variantda bo'lgan. O'sha hamyon bo'lib o'rtacha variantda. Misol uchun shtanfurka darvoza yog'maydigan bo'lsa, bu darvozadan ham qildirib berasiz. Bunga ham garantiya. Misol uchun
Lislarni 1.8 desangiz 1.8 ham qilib beraman, lekin shu 1.3 variantda bo'lgan bu darvozamiz kvadratda, misol uchun hozirgi kunda kvadrat 1 kvadrat metrni 750 ming so'm, 800 ming so'mgacha olyapti shu darvozani. Materialiga qarab, boshqaga qarab. Agar shu darvozadan qildiraman desangiz, aloqa chiqsangiz 750 ming so'mdan vodiy bo'ylab dostavka uстановкasigacha qilib beraveramiz, xudo xolasa. Listlarni 1.8 da qilib beraman deydigan bo'lsangiz, listlarni 1.8 da qilib beraman, 900 ming so'mdan olib borib o'rnatib beraman. List bilan shu ozgina razlitsasi bor, xudo xolasa. Xo'p, keyingisi ko'rishingiz mumkin. Bu ham shtamfovka pechat darvoza, soqqali variant deydi. Razmerlari 3x3. Profillari hammasi 1.3 stenkada bo'lgan, xudo xolasa. Buni ham kvadratini 500 ming so'mdan qilib beraman. 1 kvadratini 500 ming so'mdan aloqa chiqib ko'rasizlar. Razmeringizga qarab narx-navosini chiqarib beraveramiz, xudo xolasa. Agar shu darvoza yoqadigan bo'lsa, shu darvozani ham 480 ming so'mdan beraveraman. 3x3 darvoza aloqa chiqsalar. Xo'p. Keyingi darvozamizga keladigan bo'lsak, bu ham shu shtamfovka pechat darvoza. Ko'rishlar mumkin. Narxlar 500 ming so'mdan, unisi ham, bunisi ham materialiga qarab narx-navo chiqib kelaveradi. Haligi ko'p gapirib o'tirmaylik, ichkariga kirib sexda ham, ish jarayonida ham ko'rsatib o'taylik. Seximiz shu joyda, xudo xolasa, svarkasi ham, kraskasi ham shu joyda o'zida bitadi. Aloqa chiqib ko'rasizlar. Endi shom vaqti o'tmaganicha ishchilar ketishdi. Mana zakazga bo'layotgan darvozalarimiz, xudo xolasa aloqa chiqib ko'rasizlar. Xo'p, do'stlar, ashi darvozamiz ham qolib ketibdi, xudo xolasa. Ashi darvozamiz ham shuni ko'rsatib o'taylik. Xo'p. Do'stlar, ko'rishlaring mumkin. Bu ham bir skronli darvoza, ko'rishlaring mumkin. Hozir boya gapirib o'tdim, shu 2 qavatli variantni. Bu qolib ketib qolibdi. Mana qarang do'stlar, bu joylari polni vibraga o'tirgan. Darvoza polni vibraga o'tirgan. Darvoza 2 qavat, shumkali variantda bo'lgan. Yondorlarimiz 10/5, 2 stenkada, taglari 10 shevellarda bo'lgan. Profillarimiz qalinda 1.7 stenkada bo'lgan. 1.7, qarang. 1.7 stenka, polni vibra и listlarimiz 1.3 variantda bo'lgan. Orqa polni shumka, tekis bo'lgan, orqasi darvoza 2 qavat. Ko'rishlaring mumkin, darvozani 2 qavatli variantda bo'lgan. Kimga shunaqa darvoza kerak bo'lsa, aloqa chiqib ko'rasizlar. Darvozani kvadrati bu zakazga qilingan, xudo xolasa 1-2 kundan keyin o'nlaydi. Shunga tayyor qilib reklamaga tiklab qo'yganmiz buni ham. Darvozani kvadratiga keladigan bo'lsa, 1 kvadrat metrni vodiy bo'ylab 800 ming so'mdan qilib beraveramiz shu darvozani. 2 qavatli variantda qilib beraveramiz, do'stlar. Xo'p, do'stlar, videoyimiz yoqqan bo'lsa, albatta o'z fikrlaringizni kommentariyada qoldirishlaring mumkin. Bittadan like tugmachasini bosib qo'ysalaring bizga motivatsiya bo'ladi, albatta. Boshida ham gapirib o'tdim, xudo xolasa. Darvozalarni narx-navolarni to'liq tushuntirib o'tdik. Bizni manzillarga keladigan bo'lsak, bizni manzillarimiz Namangan viloyati 3 tuman Jidakapa qishlog'ida joylashgan. Aloqa chiqib ko'rasizlar. Darvozalar xudo xolasa vibrlar ko'p. Telegramdan aloqa chiqsalaring tas tashlab beramiz, xudo xolasa. Musofirda yurgan akalar, kim bo'lsa qat'iy WhatsApp, Telegram, barcha ijtimoiy tarmoqda faolmiz. Darvozalar yoqsa albatta kelasizlar, joyida ko'rib zakaz ham beraverasizlar. Yo'qmasa o'sha lokatsiya tashlab bersalaring, o'zimiz borib o'lchamlarni olaveramiz. Xo'p. Do'stlar, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.